Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli podpisчиклар, internet shaydolari. Mana yana sizlarga o'sha Yevro remont bo'layotgan uyimizni obzoriga o'tadigan bo'lsak, mana romlarimiz qo'yib bo'lindi. Qanaqa rom deganlar uchun mana chiroyligina akfa romlari qo'yib bitkazildi. Xohlasa 5 ta rom polniy qo'yib bo'lindi. Chiroyli chiqdi, rasizlar chiqdi. Endi navbat mana bunaqa polli peyga qo'yiladigan qalin, juda sifatli, havo ham, suv ham o'tkazmaydigan pokelarga keldi. Ya'ni mana bunaqa joylarni oralariga qo'yib chiqiladi. Omitlar ham gips kardon bo'ladi. Mana bu chiroyli bo'ldi. Mana bu yerdan mana botlarga o'zi poke tashab chiqilgan. Hammasini ochib o'tgan safar obzor qilib berdim. Mana bularga poke qo'yiladi, ustidan chiroyli qilib gips kardon qoqib yuboriladi. Mana o'sha bitgandan keyin sizlarga obzor qilib beraman hammasini. Xudo xolasa. Sizlar bilan Ro'zmatjon G'ayratjonovich bo'ldi. Sog'likda, salomatlikda ko'rishguncha. Ichkaridan ham bitta olib ko'rsatdimmi? Mana sizlarga bitta ko'rsataman. Ichkaridan ham mana vashshi komfort bo'ldi bola. Qaranglar. Polni nima qilib chiqsak bo'lardi, akfa qilib chiqsak bo'lardi. Bu ayvonligicha qolib ketardi-da. Ayvon bo'lib qolardi. Bu ayvon emas, endi xudo xolasa bir uydek bo'lib qoldi. Ya'ni gallagerlar ham qo'yamiz. Mana simlarni tashab ketganmiz. Chotki chiroyli uy bo'lib qoladi. Hamma nima qilasizlar desanglar, chiroyli mebelni eshik romli qo'yamiz, xudo xolasa. Derazalar